Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, mana Xudo xolasa darvozalarimiz Pop Marg'izor darvozasi, Xudo xolasa. Kichkina kalitga, o'tgancha kalitga, Xudo xolasa mana bu katta qanot. Inshaalloh mana bo'lyapti ishlar. O'g'lim adashmasam yozishdi. Instagramda yozishdi. Darvozam bitdimi deyishdi. Yo'q, shu ish jarayoni ketyapti. Xudo xolasa haftaning oxirigacha harakat qilamiz dedik. Inshaalloh haftaning oxirigacha bitadi. Mana bu darvozamiz ham 3,5 pechatli darvozamiz. Mana bu Farg'ona Chimyon darvozasi. Hozir mashina kelyapti, yuklaymiz buni. Mashina kelyapti, yuklaymiz inshaalloh. Kichkina qanotlari, ruchkalari qo'yilgan. Mana bu Toshkentning darvozasi. Toshkent darvozasi mana bu Qashqadaryo darvozasi, xudo xolasa. Toshkent Bo'kani darvozasi. Hozir повтор qilinyapti buni. Tashqariga o'chiladigan deyilgan ekan. Ichkariga qilingan, xullas. Nimalardir ishlar bo'lib ketdi. Mana bu yoqda darvozalarimiz. Mana bu darvoza Qashqadaryo darvozasi. Qashqadaryo anaqaga ketadigan darvoza. Qashqadaryoning Surxondaryoning yo'li nima deydi? O'sha Qashqadaryoga kirar ekan, короче, Surxondaryoga chiqib ketadigan yo'l ekan. Bilasizlar, sifatli, yaxshi darvoza, Abdulhay darvozalarda inshaalloh darvozalarni ishlab chiqarishda davom etamiz. Mana bu darvoza bu darvoza Chust Qoraqo'rg'on darvozasi tayyor bo'lib qoldi. Mana bu darvoza esa o'zimiz Sadriddin akani tanishlar darvozasi. Hozir bu ancha tayyor bo'lib qoldi. Bu yo'llarni inshaalloh hozir gruntovkadan sepamiz. Men bozor tovarga tushib ketyapman, shogirdlar qator gruntovkadan sepib qarashadi. Mana bu darvoza o'sha Chust Qoraqo'rg'on yo'q, siz darvozangiz mana. Sifat, kачество. Liboy ustangizga kelib tekshirib olaysiz darvozani. Sifatiga, materialiga, kачествосiga, liboy joyiga javob beramiz, xudo xolasa. Kuzatishni davom etib tursangiz inshaalloh sifatli yaxshi darvoza ishlab chiqarishga davom etamiz. Mana bu o'sha Sadriddin akani tanishlar darvozasi, kesaks. Beyin polni beziloq bo'lyapti, bez pashdan bo'lgan. Mana bu darvoza bozorga tayyorlangan darvoza. Adashmasam 3,5 ini, bo'yi 3,30 da yangi gullan bo'stikamiz. Bu reklamaga, prosta Instagram, TikTok, YouTube'ga reklamaga qo'yish maqsadida shuni qilyapmiz. Sababi bu ham hozir kimlargadir yoqyapti, trendga chiqyapti bu darvoza ham. Sog' bo'linglar, charchamayman.